Herobrine Minecraftga shu tepaga qo'shganmi? Yo'q, hazillashmayman. Agar siz YouTube'ga Herobrine Minecraft deb yozib ko'radigan bo'lsangiz, u yerda siz har xil shortslar, kontentlar haqida ko'rishingiz mumkin. Bularni hammasi hazil emas, chunki Herobrine haqida juda ko'p kontent ko'payib ketgan. Bu videoni qilishimdan maqsad esa Herobrine qayoqdan paydo bo'lganiga aniqlik kiritish. Birinchi rasmda siz ko'rishingiz mumkin bo'lgan narsa shu hamma bilgan Herobrine. Bu rasmdagi fikrlarga ko'ra, ko'plab Minecraft alfa versiyasini o'ynagan o'yinchilarning fikricha, bu alfa versiyada Herobrine mavjud. Isbot sifatida bu rasmni ko'rishingiz mumkin. Herobrine mavjud bo'lgan versiya A1.0.16/01. Endi sizga savol beraman. Agar Minecraftda Herobrine mavjud bo'lmasa, nimaga bu versiya Minecraftdan olib tashalgan? Javob esa bitta. Herobrine Minecraftga shu tepakal qo'shgan. Bo'lishi mumkin emas deysizmi? Bo'lishi mumkin. Herobrine Minecraftga qo'shishdan maqsad esa bitta bo'lgan. Bu esa Minecraftni sinovdan o'tkazish. Aslida bu tepakalga Minecraftni sinovdan o'tkazish uchun bitta yordamchi kerak edi.